Ko'ngillar talpinadigan maskan. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning aholini kitobxonlikka jalb etish, mutolaa madaniyatini o'stirish, yoshlarni kitobxon qilib tarbiyalash va respublikada kutubxona ishini rivojlantirish sifatli kitoblar chop etilishiga qaratilgan 2019-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi 4354 sonli qarori tuman aholisi va kutubxona xodimlari uchun ham muhim voqea bo'ldi. Sababi 2006-yildan 2019-yilgacha tuman kutubxonalari ta'lim muassasalari tasarrufiga o'tkazilib, aholidan uzilib qolgan va asosiy vazifasini bajarmay qolgan edi. Qarordan so'ng kutubxonalar ishi jonlandi. Tuman hokimligining e'tibori va madadi bilan 20 minglik kitob fondi bilan tuman markazida qurilgan muhtasham madaniyat saroyi binosiga ko'chib o'tdi va bu yerda axborot kutubxona markazi sifatida faoliyat yurita boshladi. 2020-yilning 22-yanvar kuni bizni kitobxonlik birlashtiradi shiori ostida axborot kutubxona markazining rasman ochilishi marosimi an'anaga sodiq qolgan holda kitob marafoni va ijodkorlar bilan uchrashuv tarzida o'tkazildi. Marosimda senator, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Toshkent viloyati bo'limi rahbari, xalq shoiri Mahmud Toyir, O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori o'rinbosari Nasiba Xoldorova, Turon viloyat kutubxonasining sobiq rahbari, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Vazira Sobirova, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, shoirlar Botirjon Ergashev, Zohidjon Olov, shoiralar Adiba Umirova, Mehmonova, Ozarbayjon madaniyat markazi xodimi Kifoyat xonimlar tuman aholisi va yoshlari bilan uchrashdilar. Marafonda kutubxona fondi va 1000 ga yaqin yangi badiiy adabiyotlar bilan boyitilib, hozirgi kunda jami kitob fondi 40 mingdan ziyodni tashkil etadi. 2019-yilga qadar markaziy kutubxonadan 700 nafar kitobxon foydalangan bo'lsa, prezident tomonidan qabul qilingan muhim qaror, hokimlik tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar, shakllantirilgan yangi kitob fondi sababli axborot kutubxona markazining kitobxonlari soni keskin oshib, 2026-yilga kelib 12 ming nafarga yetdi. Axborot kutubxona markazi negizida tuman aholisining barcha qatlamini qamrab olish, aholi orasida adabiy muhitni shakllantirish, ularda mutolaa madaniyatini o'stirish va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash hamda o'sib kelayotgan yosh avlodda adabiy immunitetni yuksaltirish maqsadida tuman markazidan olis mahallalarda, tashkilot va korxonalarda 42 ta ko'chma kutubxona tashkil etildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar maktabgacha ta'lim muassasasi maxsus avariya tiklash boshqarmasiga qarashli harbiy qism Samarqand Zooveterinariya institutining Toshkent viloyati filiallari bilan hamkorlik shartnomasi asosida faoliyat olib borilmoqda. Bundan tashqari, Mehr kutubxonasi loyihasi doirasida 200 dan ziyod qariyalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor hamda ko'zi ojiz fuqarolarga kitob eltuvchilik xizmati yo'lga qo'yilgan. 2019-yilning iyul oyida tuman hokimligi va axborot kutubxona markazi hamkorligida tuman miqyosida 2 marotaba bizni kitobxonlik birlashtiradi, komillik kitobxonlikdan boshlanadi shiori ostida kitob marafoni, ijodkorlar bilan uchrashuv tarzida kitob do'konlari va nashriyotlar jalb qilingan holda o'tkazilganligi, bu marafonda bosh homiy tuman hokimligi bo'lganligi, turli tashkilot, korxona hamda tadbirkorlar faol ishtirok etganligi natijada kutubxonaga 3544 dona yangi chop etilgan badiiy adabiyotlar, 7 ta zamonaviy kompyuter jamlanmasi, 2 ta 3.1 nusxa ko'chirish apparati, 3 ta konditsioner, 80 ta kitob javoni, 80 ta stul, kabinet jihozi sovg'a qilinganligi so'zimizning isbotidir. Respublikamizda 2020-yilda pandemiya tufayli karantin e'lon qilingan kundan boshlab axborot kutubxona markazi ko'pgina madaniy ma'rifiy muassasalar qatorida o'zining kitobxonlari bilan Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter kabi axborot kutubxona markazi tarmoqlarida rasmiy kanallarini yaratib, onlayn ishlash tartibiga o'tdi hamda kitoblarning elektron shaklini va onlayn tartiblarini o'zining kitobxonlariga havola etib bordi.
2021-yilda Toshkent viloyatida birinchilardan bo'lib Axborot kutubxona markazining shaxsiy veb-sayti yaratildi. Muntazam ravishda men sevib o'qigan kitob, meni o'zgartirgan kitob, kitobning mening hayotimda tutgan o'rni, kitob mening taqdirimda mavzularida tuman aholisi, ayniqsa yoshlar orasida so'rovnomalar, so'nggi yillarda kitobxonlar orasida bestseller, eng ko'p o'qiladigan kitoblar mualliflari bilan uchrashuvlar o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Innovatsion texnologiyalarni amalda tatbiq etish maqsadida Axborot kutubxona markazida ma'lumotlar bazasini yaratish, elektron katalog tuzish, elektron hisobot yuritish ustida ish olib borilmoqda. 2020-2026-yillarda Yosh kitobxon oila, Zukko kitobxon, namunali oila kutubxonasi, eng kitobxon maktab, faxriy kitobxon ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Kitobxonlik faqat ta'lim masalasi emas, balki millat kelajagi, xalqimizning ma'naviy qudrati va mamlakat raqobatbardoshligini ta'minlaydigan muhim omildir. Shu boisdan ham Prezidentimiz o'z faoliyatining dastlabki kunlaridan yoshlarni kitobga oshno qilish, ularda bilimga mehr va rag'bat uyg'otishga ustuvor ahamiyat qaratib kelmoqda. 2017-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan Yosh kitobxon tanlovi millionlab yoshlarni kitobga yaqinlashtirdi. Yosh kitobxon oila tanlovi esa mutolaa muhitini har bir xonadonga olib kirishga xizmat qilmoqda. Endi esa yurtimizda milliy kitobxonlik harakati dasturi boshlandi. Davlatimiz rahbari ushbu dasturni davlat miqyosida faol qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida farmoyish imzoladi. Endilikda har yili mazkur tadbirning final bosqichi prezident darajasida o'tkaziladi. Dasturning umumiy yillik mukofot fondi $240 ming tashkil etadi. Bosh sovrin sohibi $50 million bilan taqdirlanadi. Bu yurtimiz tarixida kitobxonlik bo'yicha eng salmoqli mukofot bo'ladi. Mazkur harakat mamlakatimizning barcha hududlarini qamrab oladi. Unda umumta'lim maktablarining 1-sinfidan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilari ishtirok etishi mumkin. Tumanimizda ham kitobsevarlar juda ko'p. Ular ham kelajakda sovrin sohibi bo'lishlari hech gap emas. Chunki tuman kutubxonasi hamisha kitobsevarlar bilan gavjum.